Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Telegram tarmog'i o'zini yangi funksiyasini joriy etdi. Bu Passkay deb nomlanadi. Passkay sistemasi nima vazifani bajaradi? Xabarimiz borki, Telegram ilovasi turli xil mamlakatlarga SMS xabarnoma tasdiqlash kodini yuborish anchagina qimmatlikka tushib ketganligi uchun Passkay sistemasini joriy etdi. Bu sistema orqali siz Face ID va barmoq skaner orqali va ekraningizga qo'ygan parolingiz yoki grafik ключingiz orqali telefoningizga avtorizatsiya kodisiz kirib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz va buni kelgusida yangilanmoqchi bo'lgan telefonlaringizga agar Google yoki iCloudlaringizga ulab qo'ygan elektron pochtalaringiz orqali yanada faollashtirishingiz mumkin. Ya'ni kelgusida Telegram tarmog'ida endilikda tasdiqlash kodi talab qilinmasligi mumkin. Demak, bu Passkay sistemasini qanday faollashtirish to'g'risidagi ma'lumotni video jarayonida tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, qiziqarli TV kanali o'z live hayklarini boshlaydi. Passkay ilovasini qanday faollashtirishimiz mumkin bo'ladi? Hozirgi kunda faqatgina Telegram beta versiyasida ishlayotgan edi. Hozirgi kunda endi rasmiy Telegramda qaytadan yangi obnovleniyangiz kelgan bo'lsa, yangilasangiz albatta bu funksiya yonishi ehtimoli bor. Eslatib o'tamiz, ayrim telefonlarda hali to'liq ishga tushgani yo'q. Video jarayoni Infinix telefonida olib borilmoqda. Xo'p, demak, profilingizga kirib olasiz. Birinchi o'rinda maxfiylik va xavfsizlik bo'limiga bosasiz. O'zbekchada mana bu yerda kirish kalitlari tugmasi bo'ladi. Ruschada bo'ladigan bo'lsa, rus tiliga hozir o'tkazib ko'rsatamiz bu narsani. Tak. Xo'p, tilga o'tkazmadik. Xo'p, kategoriya bilan sanaymiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi va 4-chi kategoriyadagi sistemani ustiga bosamiz. Bosganimizdan keyin va bu yerda ma'lumotlarni o'qishimiz mumkin. Hisobingizni himoyang, xavfsizlik kirish va hisobingizga xavfsiz saqlang. Ya'ni bu sistemani yoqqaningizdan keyin hozirgi kunda APK fayllarga bosgan holatingizga telefoningizga kirib ketadigan phishing usullari va xakerliklardan himoya qilish sistemasi hisoblanadi. Buni qanday biz sozlashimiz mumkin? Oson xavfsizlik kirish usullari kirish kalitini yarating yoki yuzni aniqlash funksiyasi. Ya'ni yuzni qanaqa qilib biz skaner qilishingiz mumkin degan savolga javob berib o'tsak, buning uchun albatta telefoningizda Face ID yoniq bo'lishi kerak va bu yerda sizga talablar beriladi. O'sha talablarni xohlaganingizni belgilashingiz mumkin. Xo'p, kirish kalitini yaratish tugmasini bosamiz. Va bu yerda nechta elektron pochtangiz bo'lsa, o'sha elektron pochtani ma'lumotini so'rayapti. Hozir bu yerda bu kalit Google parollar menejerida saqlanadi. Ya'ni quyidagi elektron pochta menejerida saqlanadi deyapti. Siz agar bu elektron pochta sizda bo'lmasa, ya'ni deylik, bitta telefoningizda bir nechta elektron pochtalar bo'ladigan bo'lsa, siz bu yerdan boshqa usulni saqlash tugmasini bosasiz va bu yerda mana bu yerda nechta elektron pochtangiz bo'lsa, hammasi kelib chiqadi va o'zingizga kerakli bo'lgan elektron pochtani tanlaysiz. Tanlaganingizdan keyin davom etish tugmasini bosasiz. Davom etish tugmasini bosganingizdan so'ng sizga ekranni qulfidan foydalaning deydi. Отпечаткаdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, отпечаткаdan yoki grafik kalit orqali foydalansangiz ham bo'ladi. Grafik kalit tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng ekraningizga qo'yilgan parolni kiritishingiz mumkin. Misol uchun quyidagi parolni kirgizamiz. Kirgizganimizdan so'ng mana bu yerda ya'ni Passkay Google Password Manager o'rnatildi bu narsa. Endi bu narsaga qanday qilib kirib ketishimiz mumkin? Buni tahrirlashimiz uchun sozlamalar bo'limi, kirish kalitlar bo'limiga kiramiz va 3 ta nuqtani bosib buni o'chirib yuborishimiz mumkin va qo'shimcha kalitlar ham o'rnatib qo'yishimiz mumkin. Qo'shimcha kalitlar nima vazifani bajaradi? Misol uchun, birinchi o'rnatilgan parolingiz esdan chiqib qolgan bo'lsa, o'sha holatlarda ish berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Va deylik, endi bundan biz chiqib ketishimiz kerak bo'ladi. Sozlamalar bo'limiga o'tamiz va chiqish tugmasini bosamiz. Hozir bu video jarayoni Telegram beta ilovasi orqali ko'rsatib o'tilyapti. Mana beta ilovasida fonli bu funksiya ishga tushgan. Mana bu yerda ko'rsatilyapti, ya'ni Passkay usuli bilan qaysi profilingizga kirmoqchisiz deyapti. Mana bu yerda raqamlarimiz ham yozilgan. Qaysi raqamingizga qanaqa kalitlar o'rnatilgan. O'sha to'g'risidagi ma'lumotlarni ko'rsatib o'tadi. Xo'p, endi kirish usullariga keladigan bo'lsak, mana bu yerda
o'zi yuqorida mana bu tugma chiqadi, kirish kaliti yordamida kiring degan ma'lumot topib galskani o'chirib qo'yamiz, ya'ni kontaktlaringiz aralashib ketmasligi uchun. Xo'p, o'zimizni qo'shimcha raqamimizni kirgizamiz va kirgizganimizdan so'ng xohlasangiz to'liq ishga tushmaganligi sababli quyidagi tugmani bosib SMS xabarnoma olishingiz mumkin. Xo'p, kalit yordamida kirish tugmasini bossangiz bu yerdagi oynalar ochiladi. Kirish usulini tanlaymiz va kirish usulini tanlaganimizdan keyin xo'p, boshqa qurilmalardan foydalanish tugmasini bosishimiz mumkin. Ya'ni boshqa qurilmalardan foydalanish tugmasini bosganimizda yonimizdagi qo'shimcha telefondan USB kabel orqali o'tkazishimiz mumkin yoki boshqa qurilmalardan foydalaning tugmasini bosgan holatda biz buni QR kodini skaner qilgan holatda boshqa telefonimizdan kirib ketishimiz mumkin bo'ladi. Albatta bu hali faollashtirilgani yo'q, chunki mana ko'rib turganingizdek noqonunilik yuz berdi demoqda. Demak, biz kalitdan foydalanishimiz uchun bu kalitimiz hali biriktirilmadi, shuning uchun hop, dalini bosamiz, voy biriktirdik. Qani SMS xabarnoma keladimi? Avtomatik kirib ketdik mana. Kodsiz avtomatik kirib ketdik. Sababi-ki, bu yerda kod so'ramaganligi sababi bizda telefonimizda Face ID ham yoqilgan va barmoq usuli ham yoqilgan. Shu holatda kirib ketganimizni ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Demak, endi bundan tashqari biz o'zimizda asosiy profilimizga hop добавить qilib kalit orqali kirishga harakat qilamiz. Asosiy profilimizga mana bu yerdan 94 lik profilimizni bosamiz. Bosganimizdan keyin bizga kalitni kirgizing deyapti. Kalitni kirgizib o'tamiz va pauza bilan ko'rsatib o'tishimiz. Bu bo'pti, mayli pauzada ko'rsatmaymiz. Buni berkitamiz. Mana kirgizdik va ikkinchi bosqichli parolingizni kirgizing deyapti. Mana bu holatda siz umuman SMS xabarnoma olishingiz shart emas. Shu holatda kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Demak, albatta qanaqadir savollaringiz tug'ilsa, bemalol bizga kommentariy orqali murojaat qilishingiz mumkin yoki kommentariy описаниеda Telegram manzilimizni qoldiramiz va 94 lik raqamimizga ulangan raqamimizda o'zimizda shaxsiy Telegramimizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.